Assalomu alaykum. Toza karis akalar mana. Joni inson. Zot qilgani ham chista 100 taligi mana. O'ynagani ham tarozida mana. Liboyga qo'yilaveradi mana. Bola jo'ja o'zi ko'ribsizlar ham aytib turganim kallalar tumshuqlar. Mana go'day lekin vafshim. Bitta fasadini ko'ringlar o'g'il bola. Toza chiqib o'rgan. Joni inson bo'lsin. O'ta go'zal. Mana krasavchik. Yelkalarini ham ko'ringlar. Joni inson bo'lsin. Fasati. O'g'il bola. Boshqacha turibdimi o'zi jo'ja? Joni inson bo'lsin. Bo'ladi. Assalomu alaykum. 4 kilo 400 akalar mana bu. Pilotga. Joni inson bo'lsin. Go'day hali bolacha. Buni otasini yuruvi ham, kaltayi ham yomon edi, o'ta ham. O'zi ham o'zi xo'roz paxotkasi aytib turgandir mana, tumshuqlari, ko'zlari, oyoqlari. Hali birorta cho'qishtirganimiz yo'q. O'ta pachga chiqib o'rgan. 4 kilo 400, 4,5 kilo mana. Oyoqlari ham. Joni inson bo'lgan mana. Shifozda aloqaga chiqinglar beramiz. Xo'roz olasizlar o'zi ham. Oyoqni ham ko'ryapsizlar, taklab turibdi. Mujik mana. Joni inson bo'lsin. Burgutga o'xshab ketibdi, jonivor, qo'yvorlar yurganiga. Bo'ladi. Assalomu alaykum. Bu xo'roz nima deyapti, krasavchik? Kundan kunga badani temir bo'lib ketyapti, jonivor. O kalla bilan tumshuqni ko'ringlar, bitta o'zlaring. Buni qaranglar, kvadrat bo'lib ketdi jonivor. Kuniga qo'shyapti, ishoninglar. 100 gram, 150 gramdan kuniga qo'shyapti jonivor mana. Qo'yvorlar yuradi-yu, sraz video qildim mana. Joni inson bo'lsa. Endi stokani bitta ko'rib qo'yasizlar. Tanachilardan. Bu joni inson bo'lsa, tanachilardan. Ay mujik. Ey o'g'il bola. Xo'roz o'lovangan ham yo'q-da hali. Mujik. Krasavchik. Bo'ladi. Assalomu alaykum. Bu makiyon 5,5 millik qizi hozirgi jo'jalarda hamtana makiyoni uzunligiga e'tiborli beringlar. Hozirgi oq makiyonni qizi. Bu ham tuxumda mana. Oyoqlarini taklab turibdi. Pastga ham bitta qo'yib yuboraman mana. Makiyon go'zalligini ko'ringlar. Mana makiyon. Taqalardan olib. O'taraki hech chiqmayman. Mana. Bakayam bu. Oldilarini ham bitta ko'ringlar. Makiyon mana. Mana makiyon. Chiqib o'rgan makiyon. Mana. Makiyon bitta ko'ringlar, nima deyapti makiyon? Bo'ladi. Mashalloh deb qo'yinglar akalar, makiyonlar ko'rganlaydi mana. Sizlar uchun addushi maxsus tashab beryapman. Prinsessalar, xo'rozdan katta. 5,5 millingga qo'shilgan makiyonlar bular. Akalar, 100% garantiya qanaqa bola berishi. 100 talik tanachi beradi. Arzonchi bas akalar, mana oyoqlari. Bular bir jup. Hozirgi jo'jalar onalari bo'ladi bular. Mana. Tomosha qilib mazza qilib qo'yinglar bu makiyonlarni. Mana haqiqiy prinsessa bo'ladi bu. Makiyon. Akalar. Ba'dan ham oling. Haqiqiy makiyon qissa qilib gapirsa. Oldilarini ham bitta olib qo'ying. Makiyon. Gaziga ham, kilosiga ham kayib orasida 100 talik tanachilar. Mana. Hamma tomonidan ko'ringlar makiyonni. Oldidan bitta ol ko'kragidan. Oyoqlarini bitta yaqinlashtirib, soying tushib bo'lmasin. Kallalariga bo'ladi. Assalomu alaykum. Bu makiyon 5,5 millik qizi. Mana. Ko'rib qo'yinglar yaqindan. Tug'yapti, qon qilaman deganga beraman, arzonchi bas akalar. Makiyon so'radilaring sizlarga tashlayapman. Qora bedana mana to'na haqiqiy. Chista bardoviy beradi mana. Paxotkasini bir ko'rib qo'yinglar makiyon. O'ta go'zal haqiqiy prinsessa. Tarqalarni olganda. Ha, ko'rinadi. Prinsessa. Bo'ladi.